Rishotka? Nahotki men dizaynimga tushadigan rishotka bo'lmasa? Ey. Obbo, bularning rishotkasini qayerdan topaman endi? Vent Market. Assalomu alaykum. Vent Market do'koniga xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Rahmat. Men bitta neobычный joy qurgan edim, lekin menga mos rishotka hech qayerda yo'q. Unda siz aynan to'g'ri joyga kelibsiz, sababi Vent Market do'konida eng katta assortimentdagi rishotkalar bor. Misol uchun, havoni yo'naltiruvchi xudshina ko'rinishdagi difyuzorlar bor, uning har xil razmerlari ham bor. Va eng asosiysi, eng ko'p ходовой model, mana bu difyuzorlar bor, buni 60 xil rangga bo'yab beramiz. Va ko'rishingiz mumkin, rangi sifati juda ham zo'r chiqadi. Va tashqariga qo'yishlik uchun xuddi shunaqa ko'rinishdagi rishotkalar bor. Buni sifat juda ham zo'r va buni hammasi zakazga qilib beriladi. Va dumaloq ko'rinishdagisi bor. Buni ko'rishingiz mumkin, bu tarafdan yomg'ir tushmaydi. Va plastmassasi ABS bo'lgan juda ham sifatli high-tech rishotkalar ham bor. Ko'rishingiz mumkin, plastmassa rishotkalar juda ham ko'p assortimentda bor. Buni hammasini orqa tarafida setkasi bo'ladi. Setka vazifasi tashqaridan hasharot kirmasligini ta'minlab beradi. Va yana bitta yaxshi tarafi bor. Xuddi shunaqa plastmassa rishotkalarni jaluzligi ham bor. Jaluzining vazifasi kerak payt havoni ochib qo'yasiz, kerak emas payt yopib qo'yasiz bo'ladi demak. Va eng katta muammolardan bittasi hozirgi kundagi uyda havo bo'lmasligi, ya'ni pritochkan yo'qligi. Buni ham yechimi bor. Xuddi shunaqa rishotka olasiz, eshikka o'rnatib qo'yasiz va sizda doimiy havo bo'lib turadi. Va juda ham ko'p turdagi rishotkalar bor. Yoki aytgancha to'xtab turing. Sizga qayerga kerak o'zi rishotka? Aka, men uyga olmoqchi edim. Hozir 1 minut. Allo Jasur, Jomidagi Vent Marketga kelgan. Rishotkani ini shotda ekan. To'yxonamga ham, restoranga ham, uyimga ham shotdan olamiz. Agar sizlarga ham eng katta assortimentdagi rishotkalar kerak bo'lsa, Vent Market do'koniga marhamat. Sababi biz hamma rishotkani videoga sig'ira olamiz. Qolganini kelganda ko'rasizlar.